Bugun klassikani ko'rdik, Rosekasi. Не просто так победа, вот Виал emas. Super победа. Молодцы. Bor bo'llaring. Rahmat hammalaringga. No, oldingiga gaplashishni xohlamayman hech qachon. Xohlamagan, men hayotimda bunaqa so'kmaganman, hech kim bilan so'kishmaganman. Birinchi marta bo'ldi va oxirgisi bo'lsin. Bo'ladimi yigitlar? Bo'ladi, kelishib shunaqa qilamiz. Chempion. Lekin ikkinchi taymda tashib yubordilar ozgina. Shuncha rezultatga. Молодцы. Birinchi taym o'zi bo'larkan, shunaqa o'ynasin. Nima qildilaring men tushunmadim to'g'risini aytsam. Я точно не понял birinchi taymda. Chempion bo'lishlaring ko'zlaringga yetdimi? Hali yo'qotmadi Xushbolani. To'g'rimi? Bugun hammalaring drujina yaxshi o'ynadlaring. Chempion bo'lamiz yigitlar. Bo'ladimi? Bo'ldi. Qila olamiz xudo xolasa. Ko'zlaringga yetdimi hammalaring bir bo'ladi. Bo'ldi, nimadan qo'rqasanlar? Bugun eng katta raqiblaringni urdilaring. O'zini qo'lyapsizda. To'g'rimi? Baleshilariga ming rahmat deyish kerak, oxirida sanlarni почет bilan kuzatib qo'yib Farg'onaliklar. Ularga ham rahmat, молодцы. Bizlarning futbolistlarga ham rahmat, o'yinchilarimizga ham rahmat.